أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmamul Muhaddisin El-Muhakkik El-Faqih Abu Abdullah Muhammed ibn İsmail El-Bukhari rahimahullah yazgan Jami'ul Musnad Es-Sahih namliq Sahihul Bukhari degan ism bilan mashhur bo'lgan bu sahih hadis kitobining Kitabul Ilm degan kitobining babu fadli man alima va allam degan yeriga keldi. Yani bu 20-bob, bu Kitabul Ilmning 20-bobi. Yani bu ilim ügengen, yani şer'i ilimni ügengen ve şer'i ilimni ügetken kişinin faziletinin babı. Yani ilim degenin nima murad? Şer'i ilim murad. İlim ügengen ve ilim ügetken kişinin fazileti degan gapda yani dünyada bütün ilim ügetkenning emas, balki şer'i bilimni ügengen ve şer'i bilimni ügetken kişinin faziletinin babı. Ol senedi muttasilimiz bilan İmam Buxoriga aytgan, İmam Buxori mundaq dedi. Bizga Muhammed ibn al-Ala hadis so'zlab berdi. Muhammed ibn al-Ala mundaq dedi. Bizga Hammad ibn Usama hadis so'zlab berdi. Hammad ibn Usama Burayd ibn Abdullahdan rivoyat qildi. Burayd ibn Abdullah Abi Burdadan rivoyat qildi. Abi Burda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Mathalu ma ba'athaniyallohu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil kathiri asaba arda. Allah Taala meni avatgan hidayet ve ilimning misali, yani onun sıfatı. Allah Taala meni avatgan hidayet ve ilimning acayip sıfatı kamathalil ghaythil kathiri asaba ardan degan bir zaminga yetgan, yani yaqqan mol yağmurning acayip sıfatiga o'xshaydi. Bu yerdagi masal degan so'z, asli masal degan masalun al-qawlus sa'ir, yani xalqlarning ichida, millatlarning ichida tarqilib tarab yurgan cho'chak masala. Masalan, insonlar qadimdan tortib ba'zan zolimlikni, hiylagarlarni tulkiga o'xshatib, masalan, uni keyinidan dötlarni ba'zida yo'llash tichirgandek odamlarga o'xshatib, zolimlarni yo'llashiga o'xshatib, undan keyin ba'zan aqlli kishilarni to'shqonga o'xshatib, har xil, yani o'xshatish orqali jamiyatdagi nachar qiliqlarni ayblab, yaxshi sifatlarni sifatlagan. Yani insonlarning hayotidagi voqeliklarni ko'chirib, nimaga elib, hayvonotlar dunyosiga elib kelib, shunda ifodalab kelgan. Shu mashhur bo'lgandan keyin hammadan qabul qilib mashhur bo'lgandan keyin bu qavlun sa'ir, masalun sa'irga aylangan. Yani alishida tayilgan masal aylangan. Endi mushu masalning o'zi asli istiara. Yani bu yerda mushabbah, masalda mushabbah so'zlanmaydi. Mushabbah bir so'zlanadi. Yani istiara tasrihiya yo'li bilan shu istiara tamsil demaymiz, dedim. Istiara temsiliye deb qo'yamiz buni. Istiara tasrihiya, temsiliye. Qanday bo'ldi desa, yani bir kamil bir jumla, kamil bir hikoya bilan ondan bir ma'lum bir mazmun yuritib beriladi. Bu istiara temsiliye deb ataladi. Endi şu istiara temsiliye yo'li bilan qilingan masal yeni ba'zida al-ishida mashhur tarimgan, lekin ajoyib, yani bir
Göz aldığımızda bir iş bulavatıldı. Lekin bu iş acayip bir xil iş endi. Acayip bir xil iş. Şu acayip bir xil işni bayan qilib bilish uchun, yani bir acayip bir işni yana bir acayip bir ishga o'xshatib bayan qilib bilish uchunmi masal deb keladi. Bu chaqda bu masalga masal deb qavlu sail ma'nosida emas, balki nima aytamiz bu chaqda? Yani acayip bir sifat deb ma'naymiz. Bir holat, bir sifat deb. Buni biz tafsir Nasafida masaluhum kemasalil istawqadana degan tafsir deb o'tgan. Xuddi shunga o'xshaydi. Yani miyadagi masalada qandaqdir bir narsa o'tgan, buni mudolasi mo'l qilingan demaymiz. Yani bevosita o'qitilgan. Bevosita. Acayip bir holat, xuddi yoqqan yomg'irniki, zamonga yoqqan mo'l yomg'irniki, bu yomg'irdan zamindagi foydalanishdagi acayip bir holat, xuddi kishilarniki acayip bir holatiga o'xshaydi. U bo'lsa deydiki fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa anbatatil kala'a wal ushbal kathir. Shuni bilan fakana minha degan gap ma'rifa fa tafsil. Yani u zamindan hamda bu yomg'ir yoqqan bu zaminning ichidan naqiyatun qabilatil ma degan bir naqiya degan pak tayyiba degan naqiya ma'nosi tayyiba yana pak yaxshi bir munbat tuproq bor edi deydi. Munbat tuproq bor edi. Qabilatil ma bu munbat tuproq suvni o'ziga qabul qildi, suvni o'ziga singdirdi. Arkadallah fa'ambatatil kala'a vel ushbal kathir. Ot çöplerini ve nurgulgan ot yaşlarını indirdi. Kala degan ot çöplerini ratib yabis yani höl quruganmig işletiladi. Lekin ushb degan çoğu fakat höl, ratib. Höl bo'lsa buni nima deydi? Ush, yani ot yaş, giyah deb qo'yamiz. Ushb deganda. Ot deb qo'yamiz, ot bas. Kala degan çoğu ot çöp, saman deganda quruq, höl, hamma ot çöplerini kala umumiy ismi. Yani ot çöp ve ot yaşlarını indirdi nurgulgan. Ve kânet minha acadibu emseketil ma. Ve bu zamandan yani yukarı yağmur yağan zamanların qatarından acadibu degan gap qurg'oq, qaqas. Yani belki acadib mesela yani aradi salba, yani qattiq zamin. Qattiq, yasqoq, tashliq, qattiq zamin bor edi. Bu zamin emseketil ma suvni to'xtatib qoldi, suvni o'ziga singdirib o'tmay, suvni to'xtatib turib qoldi. Fenefa'allahu bihan nas. Alloh taolo bu qattiq zaminning, tashqi zamindagi suvni to'xtatib qolgan, ko'lchak qilgan suv bilan kishilarga manfaat berdi. Fashalibu shuni bilan bular ichdi va saqav degan mollarini sug'adi va ziraat qildi. Ve asaba minha taifatan ukhra. Ve bu yağmurdan yeni bir taifege, yani yeni bir bölükge, yeni bir parça zamanға yağdı. İnnema hiye qi'anun. O zaman bo'lsa faqatla bir tüp tuzlanıp tuz ketken bir kağrı zaman idi. La tumsiku ma'an. Yani suvni to'xtatmaydigan. Ve ne suvni to'xtatmaydigan, ne ot çöplerini indirmaydigan. Ya bunun da su to'xtab turib boshqalar manfaatlanmaydigan, ne bunun da bu su singib ketgandan keyin bu suvdan bir narsa üzümlere inib chiqib, boshqalar ya mevlik daraxtlar yoki o't çöp, mevlik daraxtlar insonlar manfaatlanmaydigan, yoki o't çöplar inib chiqib hayvonotlar manfaatlanmaydigan, mana sho'rlaq, tuzliq bunda bir zamonga yomg'ir yog'di. Buningda hech qanday bir foyda manfaat ko'rilmadi. Deb bo'lib Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yani Alloh taolo meni avatgan hidoyat va ilm shu yoqqan yomg'irga o'xshaydi. Kishilar bo'lsa mushiyaga o'xshaydi. Kishilar shu yomg'ir yoqqan hidoyat ilmini manfaatlagan kishilar xuddi yomg'ir yoqqan nimaga, zaminga o'xshaydi. Fazalika masalu man faqaha fi dinillahi. Ana shu, xo'sh, mush misol. Mush sifat, mush ajoyib sifat masalu man kimning sifati desa, Alloh taolaning dinida faqaha degan gap fiqh olimi bo'lgan kishining misolidir. Faqaha bo'lsa fiqh olimi bo'ldi degan gap. Faqiha bo'lsa tushandi degan bo'ldi. Bu yerda faqaha murod, ad-dammu ashhad. Ya'ni Alloh taolaning dinida fiqh olimi bo'lgan kishining misolidir. Va nafa'ahu ma ba'athani Alloh bihi va
Onun gayrı o kişiye Allah Teala beni evetken bu hidayet, ilim, bu din menfaat kılgan kişinin misalıdır. Şunun bu adam fealime ve allem diye ilim ügendi ve ilim ügetti. Şunun misalıdır. Ve mesalu men lem yerfa' bi zalika ra'san. Emdi aşununga yani men ebkegen dinga hidayetke ilimga beşini kütemigen kişinin misali ve lem yakbel hudallahi lezi ursiltu bihi diye men evetilgen Allah Teala hidayetini kabul kılmagan kişinin misali ikinci misaldır. Der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyi bayan kıldı. Emdi biz bu hadisteki birden təhlilini, yeşmesini iş biteydi bu teşbihniki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı bilen bir yerde birinci kılıp bir yerdeki biz teşbihniki muşebbeh bih ve cişebehlerini tefşikşimiz gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bu teşbihte hidayet bilen ilimni yağmurga okşattı. Hidayet bilen ilimniki yağmur bilen qanday okşaşıp qaldı. Ma huwa vecih şebeh beynehuma. Bu ikisinin o'rtasidagi vecih şebeh nima desa? Yağmur bilen mu yağmur yağışı bilen ülek zimillar tirilib, yaşırıp meyve çıkarıldı. Gülgiyahlarni o'stirildi. Xuddi shuningdek ilim hidayet bilen mu ülep qalgan qalblar tirilib bundan salih amellerden ibaret netice meyve çıkıldı. Müşteribini okşudu. Onundaki demek bunu böyle okşattı. Onun kendinden Peygamber Aleyhisselam yağmur yakkan yani yağmur okşattı mı hem de ilim bilen hidayetle yağmurunki yakkan zeminni şu hidayet kelgen Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetlerine okşattı. Hem de bu ümmet Peygamber Aleyhisselam bu ümmetlerini kaç türlü böldü? 3 türlü böldü. Yani demek zeminni 3 türlü bölgeligini o'zi ummatni 3 türlü bölgeligini ko'rsatadi. Zeminni qanday böldi? Birinchi zemin munbat tuproq. Yağmur yağsa yağmurni o'ziga qabul qilib, mushu namlikdan turli gul giyohlarni, turli meva-chevalik daraxtlarni o'stirib, boshqalarga o'zi ham manfaatlangan, suvdan o'zi ham manfaatlanib, boshqalarga ham manfaat yetkazgan zemin munbat tuproq. Bu munbat tuproqni Peygamber Aleyhisselam kimga o'xshatdi? Yani kişilerin içindeki alim, fuqaha yani ilimni İslam dini hidayet ilimni qabul qilib, o'zi avval o'rganib, uni amal qilib, uniki boshqalarga o'rgatgan. Mujtahid ulamolarga, fuqaha ulamolarga yaxshilikni o'rgangan va o'rgatgan kishilarga Peygamber Aleyhisselam mana birinchi turni o'xshatdi. Undan keyin Peygamber Aleyhisselam ikkinchi zaminning ikkinchi turini so'zladi. İkinci türü olsa bu yasqaqliq, taşliq zemin. Su sığmaydigan. Yağmur yağsa, yağmur yığılıp kölçekке aylanıp qaldigan. Şunun bilan kölçekler paydo bo'lsa, bu kölçeklerden insonlar o'tgan kechganlar suv ichadigan va hayvonotlar kelib suv ichadigan mundaq zemin. Mundaq zemin buni cho'tsa Peygamber buni kimga o'xshatmoqchi desa, ya'ni buni hadislarni, kitoblarni yodlaydigan, Qur'on hadislarni yodlab faqatlam o'zi ustozlarni yodlab, uni bir chukab, undan bir hukmlarni chiqarib, uni fiqhiy olim bo'lib, undan bir ahkomlarni chiqarib, uni ijtihod qilib, masalalarni istinbot qilib chiqarmaydigan. Lekin shu qanday olgan bo'lsa, olgan pati yo'tkab beradigan boshqalar. Ya'ni ustozdan tolibiga olgan pati yo'tkab beradigan, bu shundan istinbot ahli bundan hadisni elib, undan boshqa foydalanadigan. O'zi foydalanmaydigan, lekin boshqalarga nima qiladigan foyda boshqa foydalanadigan, o'zi foydalanmaydigan. Mal bir farqini, bunda bir zaminni, bunda bir farqiga o'xshatdi. Endi üçüncüsü yağmur yani xuddi bir qaqasliq zaman shu Makka Madina orasidagi cho'ldek. Masalan, hech kim bilmaydigan, gulga unmaydigan, yağmur qancha yog'sa-mu, yağmur singib ketadigan, sho'rlaq zaman, tuzliq. Binasini gulga, tuzliqda gulga yağmurlar hammasi farga aynib ketib, namlik hech qanday gulga unmaydigan. Ya ko'rchak unmaydigan yoki gulga unib bir boshqa insoniyatga, hayvonotlarga manfaat yetkazmaydigan bunda bir qaqasliq zaminlar. Cho'l bayavonlar. Bunda zaminni kimga o'xshatdi Peygamber Aleyhisselam? Ya yaxshilikni o'ziga qabul qilmaydigan, ya boshqalarga manfaat yetkazmaydigan. Ya olim, mujtahid olimlar emas, ya masala istinbot qila oladigan yoki har bir yaxshilikni hadislarni anglab boshqalarga yetkazib beradigan emas.
Mundaq bir yodlovchi, muhaddis, hofizlar emas. Hech nima emas. O'rganmaydigan, yaxshidan o'rganmaydigan, qabul qilmaydigan 3 xil turli kishilar bo'ladi. Bundan 3-inchisi bular qolmagan degan bo'ldi. Endi bu yerda bir savol keladi. Endi hozir payg'ambar alayhisalom bu yerda misolniki mushabbah bihni 3 ni so'zlab, mushabbahni 2 ni so'zlabdi u. Mushabbahdan 2 ni, ya'ni fazalik ana shu Alloh taolaning dinida fiqh olimi bo'lib va nafa'ahu kishiga Alloh taolo bilan avatgan ilm, hidoyat, manfaat bergan kishi, manfaat bilib ilm o'rgangan va ilm o'rgatgan kishining misolidir deb qo'yibdi. Qani uchun o'tirdiki ikkinchisi demabdi payg'ambar alayhisalom. Buni siz 3 kun bilgantingiz deb bir kim savol solib qolsa, buni biladigan javob, ya'ni payg'ambar alayhisalom bu yerda cho'ng jihatdan 2 turni bayon qilmoqchi. Biri mamduh, ya'ni biri mazmum. Mamduh bo'lgan tarafi bo'z qolsa, bu yerda taqsim 2, 3 emas, taqsim aslida nima emas, bu yerda taqsim 2, mamduh, mazmum. Biri ya'ni o'zi ya manfaat oladigan, boshqalarga manfaat beradigan yoki faqatlam boshqalarga manfaat beradigan. Bu ikkinchisi nima? Mamduh taraf, mamduh taraf. Ya'ni birchi o'zi manfaatni olmaydigan, boshqalarga manfaat bermaydigan. Bu uchun mazmum taraf. Demak, cho'ng jihatdan 2 ekan bu, 2 taqsim. Ammo boshqalardan manfaat oladigan, boshqalarga manfaat beradigan birinchi yuqori tarafi, uni ikkinchisi qolsa o'zi manfaat olmaydigan, lekin boshqalar manfaatlanadigan. Bu ikkinchi turi. Bu ikkinchi yaxshi taraf, maqtalgan, madihlanadigan taraf. İkinci tarafçı bu mazmun sükürlediğin taraf. Başkalık menfaat vermeydiğin, menfaat almaydiğin bu taraf. Anda oğandikin ve Peygamber Aleyhisselam birincisi menfaat veren muhim boğun ne? İkincisi biz bilgi alayımız. İkincisi biz demek bu kişi olsa Allah Teala'nınki dinini ügünüp de başkalar bunun hep bu ne? Lakin yüzü adı fakih olmaptı. Yüzü fakih emesken. Lakin başkalarına menfaat verip de. Bu memnun taraf medeniyetin şerifinden. Ama ikincisi çoğun cihetten ikincisi mezmum taraf olsa bunun hediye hazır eğlendiğin taraf. Değil mi bu? Buna bildiğin cevapmış. Hoş. Kale Ebu Abdullah el-Bukhari rahimahullah mıdak dedi. Kale İshak, yani İshak ibn Rahavi, Bukhari'nin şeyhi. Ebi Usame'den rivayet kılıp Ebi Usame mıdak dedi ki وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ. Yani bu ziminden bir bölük zimin qayyalatil ma, suni to'xtatib qolgan bir zimin bor edi deb bunda degan ekan. Demak, bu nimani o'nig'amdi, bu Ishaq ibn Rahawiydan bo'lgan bir tasvib davatida. Buni asli bu Ishaq ibn Rahawiydan bo'lgan bir tasvibini o'zgartirib o'tishdir. Bu aslisi qabilatil ma'a deb. Agar qabilatil ma'a bo'lsa, birinchisi ona keladigan bo'ladi. Qabilatil ma'a deb. Agar qayyalatil ma'a bo'lsa, ikkinchisini bayon qiladi. Suni amsakatil ma'a degan bo'ladi ma'nosi inshaalloh. Qayyalat bo'lsin. Xo'sh, endi qa'un ya'luhun. Qa degan nima? Bu yerda va kana minha qi'an dedi-ku. Qi'an degani qi'anniki bu ko'plik bu. Buning birlik shakli qa'un. Qa degan nima degan gap? Qa degan bir ardul muttasi'a degan bo'ldi. Kang-kangli tub-tuzanlik zimin. Ya'ni ya'luhul ma. Qa degan gap o'zi tub-tuzanlik, suvni o'ziga singdirmaydigan, ustida suv sal kelsa masalan, suv iqlim ketadigan, keyin suvmi qolmaydigan, suv iqib ketadigan, suvmi qolmaydigan, nima singib ketmaydigan. Singmagandan keyin demaydi, suv qolmagandan keyin boshqalar manfaatlanmaydigan. Ya'luhul ma degan gap uni ustidan sumadigan degan bo'ldi. Va safsaf degan niyatga safsaf demak jo'g'ini Imom Buxoriyning qoidasidan davomli masalan Qur'onning oyatlarini oladi-ku, masalan Qur'on oyatlarini kelib, mashhadagi qa'an degan ma'nosi Qur'ondagi qa'an safsafa degan oyatning ma'nosi ikkisi bir xil ma'noda demakchi. Qi'an degan qa'anning ko'p shakli, mashhadagi qa'an safsafa degandiki mushu demakchi Imom Buxoriy. As-safsaf degan nima? Safsaf degan al-mustawi min al-ard. Tub-tuzlanlik zimin, tub-tuz zimin degan gap. Demak, qa safsaf ikkisi bilmandi, ma'noda yani. Qa'an safsafa degan tub-tuzlanlik kang-kang zimin, bepoyon cheksiz zimin degan ma'noda deydi. Demak, biz bu hadisdan xulosa chiqadigan xulosamiz, bu yerda Imom Buxoriyning deb bu hadisga nima deb tarjima, unvon qo'yganida
Babu fadli men alime ve allem degan bitta. İlim o'rgangan va ilm o'rgatgan kishining misoli deb fazilatining bobi deb, ya'ni ilm o'rgangan kishining fazilati xuddi Alloh payg'ambar vasallamning hidoyatini qabul qilib, ilmni qabul qilib boshqalarga yetkazgan kishi eng yuqori darajada. Va payg'ambar vasallamning kelgan hidoyatini qabul qilib, o'zi amal qilolmay, faqat boshqalarga yetkazib bergan yana bilib. O'zi amal qilmay, boshqalarga yetkazib bergan. Yoki ma'nosini tushunmay o'zi muhaddislarga o'xshaydi masalan. Ben öksürüp berdigan. Muhaddislarga o'xshab hadisdan ba'zan muhaddislar İmam Şafii, İmam Ahmad bin Hanbal'dek muhaddis, İmam Buxoriy'dek muhaddislar var. Bular o'zi faqih masalan. O'zi hadisni hukm ala oladigan. Lekin ba'zan bu ko'p muhaddislar faqat maqburdo hadisni anglab, ustoz anglab bir yetkazib berdi bas. Bilmau, buni demakchi yana bilmas, yana bil demakchi o'g'ini. Yana xuddi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilmni anglaydi yoki ustozning bir ilmni shar'iy bilimni anglaydi. Bunun o'zi amal qilmaydi, lekin bu ilmni boshqalarga yetkazib beradi. Bu ham ma'lumot ko'pidan yaxshi taraf keladi. Anladin? Ya'ni nimadan yaxshi? Hadisni anglamay, amal qilmagandan yaxshi-da. Boshqalarga hadisni o'rgatmagandan yaxshi-da. Bu o'rganib boshqalarga o'rgatdi, lekin yetkazib berdi, ammo o'zi amal qilmadi. Ma'u xuddi yasqoq tosh, yomg'ir yig'ib, yomg'ir unga singmagan, ichiga singmagan. Lekin boshqalar undan manfaatlangan. Xuddi o'qigan ilmga amal qilmagan, ammo boshqalar manfaatlangan. Bunda deganligi o'qigan ilmga amal qilmasa bo'lganidek emaslar, unda deganlik emas. Lekin ish qilib da'vat qilgan yaxshi. Harakat qilgan, ilm o'rganib o'rgatgani yaxshi. Ilm o'rgatgan ish haqiqatda o'zi amal qilmagan taqdirda yana o'rgatmagandan nima afzal degan. Hamda oxirgisi-chi, ya'ni ilm o'rgatmagan, amal qilmagan bu odamning Xudoyim saqlasin, yazbillah. Eng xalqning eskisi eng yomoni degan. Shuni ilmni o'rganishning fazilatining naqada ulug' ekanligini so'zlab o'tirdi deydi. Xo'sh. Amdikagi bo'lsa, Kitobul Ilmning 21-bobi. Babu raf'il ilmi va zuhuril jahli. Bu bo'lsa, ilmning ko'tarilib ketishi. İlim kütürülüp demaymiz, ilimning kütürülüp ketishi demaymiz. Chunki tuvanda yurfa'al ilmu deb bizga tashaylab beradi. Ilimning kütürülüp ketishi va zuhuril jahl va jahillik, nadonlikning oshkor bo'lishi haqidagi bir bob deydi. Va qala Rabi'a mundaq dedi. La yanbaghi li ahadin 'indahu shay'un min al-'ilmi an yudayyi'a nafsahu. Rabi'am da dedi. Onun kaşıda ilimden bir küçükkine bir şey ba adam. Kaşıda ilimden azgını bir şey ba adam. Üzünü zaya kılıp etmesdeki layık buludu. Üzünü zaya kılıp etmesi yaxşı buludu, obdan buludu deydi. Bunun manası nima degan gap desa, ya'ni ilimning zayolab chiqqanda, ilimning zayolab ketishi ilimni o'rgatmaslik, boshqalarga manfaat yetkazmaslik, ilimni taqtish yo'lida kuch chiqarmaslik. Mana bu ilmni zayolab ketish. Alloh taolo bir bandagi ilmni bersa, bu ilmni zayo qilib o'tishga qanday bo'ladi desa, ya'ni bu ilmni boshqalarga o'rgatmaslik, birinchi qilib bu ilmga amal qilmaslik, bu amal qilmaslikdan nima zayolab ketgan nima o'rgatmaslik. Chunki u agar o'zi amal qilmay qolsa, agar nimada boshqalarga o'rgatsa, boshqalar amal qiladi uningga. Anladın mesela. Yani ilimning zayolab ketishi boshqalarga o'rgatmaslikda. Ma'nosi. Chunki Imom Buxoriy bishada bizga nima demoqchi? Mababda tarjimada ilgirki bob bilan bo'lgan munosabatmi ilm o'rganish fazilatidimi? Uni keyin ilm o'rgatish fazilat deb bilib, ilmning kutilib ketishi, jaholatning oshkor bo'lishi degan maqsad bunda bo'ladi deb qo'ymoqchi emas Imom Buxoriy. Nima demoqchi? Bu ilmning kutilib ketishining, jaholatning oshkor bo'lishining oldini olish uchun nima qilish kerak? O'rgatish kerak. Ilmni tarqitish kerak, o'rganish va o'rgatish kerak. Shunday qilganda buniki oldin og'ir bo'ladi demoqchi Imom Buxoriyning maqsadi. Shuning birinchi qavli nima ekan? Rabi'aning gapini, ya'ni ilm bor odam ilmni zayo qilmaslikka loyiq degan gapni aytib qo'yishga sabab nima desa, mening maqsadim bu yerda ilm ko'tarib ketganimda, ilm abur olimni deb ketgan har olimlar, Imom Buxoriy, Imom Azamdek olimni deb ketganimda hozir bo'lmaydi. Yo'q, xolos.
Den demek emasken. Yani eğer yurtunuzda ilim olmasa siz ilim okun. İlim bayağı bilip tepip okun. Ne ilim olsa şu yer bilip ilim verip güne demekçi. Çünkü bu ilimnin kütaylık gidişi, cehaletin aşkar olup teylik gidişi degan bu kıyametin alametlerinden. Kıyamet degan en eski edemligi buludu. Abda edemligi bulmaydı. Xatarlik ahval. Siz üzerinizde bu xatarlik ahvalni tutqizib demiş qilam ilim ügünü. Nadalın qatarki qaman demekçi. Haddesena İmran ibn Meysere. İmam Buxari mundaq dedi. Ol senedi muttasilimiz bilen İmam Buxari etken İmam Buxari mundaq dedi. Bizge İmran ibn Meysere hadis so'zlab berdi. İmran ibn Meysere mundaq dedi. Bizge Abdul Varis Abi Tayyah'tan rivayet qilib hadis so'zlab berdi. Abi Tayyah Anas radhiyallohu anhudan rivayet qildi. Anas radhiyallohu anhu mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. İnne min eşratis saati. Şüphesiz ki kıyametinin alametlerinden en yurfa'al ilmu, ilimnin kütürülüp gitişi, yani ilimnin kütürülüp gitişi qanday bo'ladi? Alimlerin ülep qilish bilan. Alimlarniki ya şehit buluş ya kisatlik ülep gitiş ya alimlerin ülüşü bilan ilim kütürülüp gitadi. İlimnin kütürülüp gitişi ve yethbutel cehlu degan cehalet, nadallıkның sabit bo'lişi ve tuşrabel hamru harakның içilişi, yani harakның köplep içilişi ve meşhur buluşu ve yadhara zina ve zinanın aşkarı buluşu, zina payışının aşkarı buluşu qatarlıqlardır. Yani muşular kıyametinin alametleridir. Yani ilimnin kütülüp gitişi, alimlerin ülüşüyle, tügapatlıp gitişiyle, tügap gitişiyle, cehaletinin aşkarı buluşu, harak şaraplarının köplep içilişi, zina payışlarının aşkarı meydanda aşkarı buluşu, muşların yüzü hemmesi kıyametinin alametlerinden doğru. Eğer kıyametin alameti olsa olur, kıyametin alameti yaman işler. Yaxşı iş emas o. Zimin aşırı kütüp bulanmağından keyin kıyamet kayın bulundu. Anda bolgandan keyin eğer bir yurtda muştu işler yüz bersini mi kılış gerek, qattiq şu yurt ehli uygulup, dikkatini yığıp, agah bulup, bu şu illetlerini yurtunu tüketiş gerek. İlimsizlik, adam ilimsizlik köpüyüp gelse hem adam mücadele hem eden ilim telaffuz farz bulundu. Talip yurt ehli yurt içine çıkan pul ilgileri, pul mal ilgileri, akıl ilgileri hemmesi bu yüzü bulanması balvaqlarının mahsul koyduğun vaktin çıkardıqanları pullarını çıkarıp yerden tutup alimlerini yetiştirip o'qitish gerek. Onun olan ilim payda olsa cehaletimiz yo'qaydi. Qanday yurtda haraqlar ko'plab ichilib ketsa, darhol buni olimlar, shu yurtdagi shu hukumat organlari, shu yurtdagi nufuzli kishilar darhol qallasini askartib, sagitib, mushu illatni yo'qotish kerak musulmonlarning yurtida. Zina fahish ashkarasi darhol buni yo'qotish kerak qanday qilish qilib. Undan keyin bu yurtda bu islohot bo'ladi. Bo'lmasa vayron bo'ladi. Ol senede muttasilimiz bilen İmam Buxari etken İmam Buxari mundaq dedi. Bizge Musaddad hadis so'zlab berdi. Musaddad mundaq dedi. Bizge Yahya ibn Sa'id hadis so'zlab berdi. Shu'badan rivoyat qilib, Shu'ba Qatadan rivoyat qilib, Qatada Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Qal Qatada Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Anas radhiyallohu anhu mundaq dedi. La uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Men sizlarga bir hadisni so'zlab beramanki, sizlarga mendan keyin hech kim so'zlab bermaydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq da'vat qilganligini angladim. Inna min ashratis saati ay yaqillal ilmu ve yadhharal jahlu ve yadhharaz zina ve teksuran nisa'u ve yaqillar rijal. Şüphesiz ki kıyametinin alametlerinden ilimnin az kılışı, nadallıkның aşkarı buluşu, zinanın aşkarı buluşu, ayallarının köpüyüp gitişi, erlerinin az kılışı, hemmisi kıyametinin alametlerinden doğru. Hatta ki şu derecede erler az kaldı ki yekune li 50 imra'aten el qayyimul vahidu. 50 ayalga ravrus bir erkek işlerini kıpırdıgan muhina halet buludu deydi. Bunu degan gap. Endi bu
Ulumalar bu hadisin tefsirde intayin köp ma'nolarni bilishgan. Bularning muhim bo'lgan ma'nolardan bilishni ustida bitib ketamiz. Ba'zilar degan bu hadisning ma'nosi haqiqat. Amaliyotda zamoni oxirida ayollar ko'payib ketadi. Janglar ko'p bo'ladi masalan. Janglar ko'p bo'lib ketganlik tufaylidan, urushlar ko'p bo'lib ketganlik tufaylidan ayollar o'lib ketib, ayollar ko'p bo'lib qoladi, ko'payib ketadi. Deb ma'no qiladi. Bu ma'no bo'yicha aytganda bu yerda haqiqatan ayollarning soni ko'payib ketadi, ayollar ko'payib ketadi. Lekin bir adamga 50 xotin to'g'ri keladiganmi? Bir adam 50 xotin nasib bo'ladimi o'shada? Yo'q, qanday degan ma'no emas. Ya'ni bir adamning onasi, masalan, uning kenidan ammasi, ochisi, singli, ayoli bular hisob qilsa, jiq bo'lib ketadi. Ayollar jiq. Bir adam aylar az qolgandan keyin janglar ko'p bo'lib, ayda havadisatlar jiq bo'lib, aylar o'lib ketgandan keyin ondan shuni bilan shu 50 dan statistiklab ko'rsak, taxminan 50 ayolniki ishlarni qilib beradigan, uydagi yugurdim ishlarni qilib beradigan, uning vakili bo'ladigan, ahvolni xabar oladigan bir dona yektidim. Masalan, hozir Falastinda masalan shuncha qadamlar kifoyalanadilar. Shunday ahvolatda masalan. Demakchi. Endi yana ba'zida bo'lisqa deyadiki, ya'ni iymoni erkak adam qilmaydi. Anladın? Rijal deyadiki, sizlar bablar bo'lgan munosabati, ya'ni ilm ahli, haqiqiy olim qilmaydi. Hammasi iymoni kishi. Ayolda, ya'ni olim emas, ilmi yo'q, jahil, ayol kishi o'xshaydigan. Ilm degan akishiniki akishining ishidi. Anda xuddi ayollardek aqli kam, bilimi kam odamni jiq qoladi, bilimli odamlar qolmaydi, oz qoladi. Deb bunda degan bu ma'nosi deganlar bor. Allohu alam. Har ehtimol qarshi har ishga ma'no rost to'g'ri, ya'ni xato emas. Endi kitobimizning 22-bobi Babu fadlil ilmi. Bu ilmning fazilatining bobi. Endi bu babni İmam Buxoriy 5-qatim kelgan fadlil ilm deb. Ulamolar aytadi, bu 5-dikida fazil ilm degan gap yo'q edi. Miyada boydi yoki miyadagi yo'q, ayda boydi deganlar bor. Unda qoldigan takror bo'lmaydi. Ana yana bir ko'z qarash deganlar 5-dagi fadlil ilmni nima uchun? Olimlarniki, chunki oyat o'qigan oyatda olimlarning fazilatini so'zlagan edi. 5-dikida olimlar demakchi, ya'ni olimlarning fazilati demakchi. Miyadicho fadlil ilm, ilmning o'zining fazilati demakchi. Shuning bilan bunda da shaqirib men takror yo'q degan. İmam Buxoriyninki fiqhisiga bilasini o'xshash narsa chiqib takror qilish kelmaydi, munosib kelmaydi. Hadislarni takror akattirgan holatdimi bu hadislardan chiqadigan nimalar jihatlarga qarab. Bunda mayatdan chiqadigan bunda hukm qarab shu hadisni hukm boshqa, shu hadisni boshqa keladi. Yeni shu hadisni o'ziga keladi, yeni bir hukmga. Hadisning bunda hukm chiqadi, hadisning bunda hukm chiqadi deb chiqadigan hukmga qarab hadisni chiqishni takror keladigan ish bor. İmam Buxoriy rahimahullohning fiqhisi intayin zo'r o'y bo'lganlik uchun. Ol sanadi muttasilimiz bilan İmam Buxoriyga aytgan, İmam Buxoriy mundaq degan. Bizga Said ibn Ufayl hadis so'zlab berdi. Said ibn Ufayl mundaq dedi. Menga Layth hadis so'zlab berdi. Layth mundaq dedi. Menga Uqayl hadis so'zlab berdi. Uqayl ibn Shihobdan rivoyat qildi. Ibn Shihob Az-Zuhri rahimahulloh Hamza ibn Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Hamza ibn Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq da'vat qilganligini angladim dedi. Baynama ana naimun utitu biqadahi labanin. Men bir chaqda shunda uxlavassam bir qadah süt keltirildim. Yani mening yanımga bir qadah süt keltirildi. Fasharibtu. Arqadalla men o sütni içtim. Hatta inni yoki anni la ara rayya yoki riya yakhruju fi azfari. Men shundoq ichdimki, shu qadar ichdimki, hatta men bu sütga qanganligimni, sütga to'yganligimni, qanganligimni qanday ko'rdim? Yakhruju fi azfari. Mening tirnoqlarimdan
sing'ib sutlarni temib chiqayotganligini ko'rib men nimani ko'rdim? Bu sutga qonganligimni, to'yganligimni ko'rdim. Sutga to'yganning dardida men ichgan sutlar butun badanni vujudlarimga tarab, hatto tirnoqlarimning uchidan barmoqlarimdan mayda charchab yerga tushkutugidek shunday holatgacha ichganligimni, suvni ichdim deydi. Tushdim. Summa andan keyin a'taytu fadli Umar ibn al-Xattob. Andan keyin mening ortiqimni, ya'ni mendan ichib qolgan bu qadahdagi sutni Umar ibn al-Xattobga berdi. Qalu, shuna sahobalar bunday dedi. Fama awwaltahu ya Rasululloh? Bu tushni nimaga ta'bir qilay ya Rasululloh? Yani ta'bir. Avval degan ta'bir, tushga ta'bir bilish. Bu tushga qanday ta'bir berdi ya Rasululloh? Nima deb ta'bir berdi bu tushga deb sahobalar so'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi qala al-ilma. İlimga ta'bir berdi. Yani bunu ilimga ta'bir qildim dedi. Yani demakchi bo'lgani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ki demak Alloh taolo menga ilmni, komil ilmni bergan. Ilm butun vujudimga endi taqib ketgan. Komil ilmni bergan. Shunga mening ilmimniki ushqini, mening ilmimdan ziyodasini nimaga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga men berdim dedi. Yani Alloh taolo menga ilmni berdi. Mening ilmimni Umar ibn Xattob mendan oldi. Deb yani Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning intayin olim ekanligini. Yani Peygamber Aleyhisselam'daki ilmini komil Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu olganligini ko'rsatdi. Birinchi chiqadigan ma'no Peygamber sallallohu alayhi vasallam ilminin ne kadar mükemmel, kamil mükemmellikini. Peygamber sallallahu aleyhi vasallam kasip ikenlikini, ilmi taksim kılıcı ikenlikini. Anladın. Bunu gösterdi. Onun kendi Ömer radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi vasallam hem sahabeleri ilmi taksim kılan bulup mu hoşlan içinde Ömer radıyallahu anhu'nunki ilmi, fikhi, intayını yukarı ikenlikini. Şunu demek ki Peygamber sallallahu aleyhi vasallam. Çünkü Ömer radıyallahu anhu'nunki göz karşı bu ciddi Kur'an-ı Kerim'de ayet düşken. Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu da tekliflerini bergen. Ya Resulallah sizler ayollarını bir icap yögengen bolsa, yanlarına yaxşı edem mükildi, yaman edem mükildi degende şu amamıza gitmeyi icap ayet nazil olan mesele. İcap ayet nazil olan. Şunda hükümlerden birkaç hükümlerde Ömer radıyallahu anh'ınki şu ra'yi boyunca ayet nazil olan. Şunu şu ahvalatlarımı Peygamber Aleyhisselam'daki şu düşündeki hakikatendir. Rast şüşkenlikini, bu ta'birinin rast ta'bir ekenlikini nima qiladi o ko'rsatib berdi. Va shuniki hamda bizning bu tush ta'biri misoliga, o'sha ismni tush ta'biri misoli olsak, bir odam sut ichib tush ko'rsa, masalan, o'qiyotgan talib yoki yaxshi olim kishilar bo'lsa yoki talib kishilar bo'lsa, sut ichib tush ko'rsa nimaga bo'ldi? Bu ilm, hikmatga, hidoyatga nima qiladi o? Simvol qilinadi. Bir odam qattiq sut ichib tushgan bo'lsa, talib bo'lsa, qattiq olim bo'lgan degan. Agar o'zi sut ichib shuniki ortiqini boshqa kishilarga bersa, ustoz bo'lsa, taliblarning shu bergan talibi olim bo'ldi ekan degan ta'birni bir şeyden ala olaymiz. Shu ta'birga. Xo'sh. Endi kitobimizning 23-bobi Babul futya ve huve vaqifun ala zahri dabbati aw ghayriha. Ya'ni uloq ustida yoki uloqning g'ayrida uni turib fatvo berishning bobi. Uni turib fatvo bersa bo'lamdi. Futya degan ya'ni fatvo degan bo'lmasi. O sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan, bizga Ismoil hadis so'zlab berdi. Ismoil mundaq dedi, menga Malik, Imom Malik, Imom Darul Hijra, Ibn Shahabdan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Ibn Shahab Isa ibn Talhat ibn Ubaydullohdan rivoyat qildi. Isa ibn Talhat ibn Ubaydulloh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu qadar qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq qilganligini rivoyat qildi dedi. Anna Rasululloh shundoq rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaqafa fi hajjatil vada. Hajjatil vada yilida shunda turdi. Yoki uloq ustida masalan, uloqning ustida turdi. Mina, nerede Mina'da. Linnasi kişiler üçün degan gap, ya'ni yasalunahu. Rasulullah'dan sual so'raydigan kişiler üçün degan gap, ya'ni Rasulullah'dan sual so'raydigan kişilerge fatvo berish uchun. Faja'ahu rajulun. Shuni ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir odam keldi. Bir odam keldida mundaq dedi. Lam ash'ur fa halaqtu qabla an azbah. Men bilmabdima, bilmasdilar. Orqada men mol bo'g'izlashdan burun chechimni tushitib sepdima. Asli qoida qanday qilish kerak? Avval mol bo'g'izlash, undan keyin nima chashni tushirish kerak. Qala Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, izbah va la haraj. Bo'g'izlig'in,
Hiçbir harac yok. Sana hiçbir günah yok dedi. Feca'a aharu. Yeni biri geldi. Fakat yeni biri geldi de bundak dedi. Lem eş'ur fenehartu qabla en ermiye. Ben bilmeptime şeytanla taş etiştim bunu muğuzlap septime. Asıl kaydede şeytanla taş etiş. Onun da kendi mal muğuzlaş. Nehir günüzde. Kale Peygamber Sallallahu dedi ki irmi ve la harac. Taş eti bagin hiçbir günah yok dedi. Kale başrayı mıdak dedi. Fema su'ilen nebi. Kim memdu belki kale yani Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh. Abdullah ibn Amr ibn As mıdak dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilgir kılıngan yoki ahir kılıngan kechiktirilgan bir narsadan sual qilinmadi. Agar sual qilinib qolsa qala mundaq deydi. İf'al ve la harac. Qilavagin. Gunoh yo'q deydi. Endi bu hadisdan chiqadigan mazmunlar intayin ko'p mazmunlar chiqadi. Ya'ni olimniki alohida fatvo berish uchun alohida turishi, alohida vaqt ajratib turishi bu sunnat Peygamberning sunnatiga ish ekanligi. Undan keyin bu hadisdan ikki mazhab ayrılib ketdi. Şafii mezhebi ile Hanbeli mezhebi şu tertipniki mesela avval şeytanla taş etiş, onun kendinden mal boğazlar, onun kendinden ihramdan çıkış ihramdan çıkış mesela. Bu tertipni sünnet deydi. Hadis sünnetten sabit olan sünnet deydi. Eğer bir adam bilgi gibi kısalsa bununla kan vacip olmaydı deydi. Bu şey hadisini delil tutuyor. Ama İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah anlatmaydı. Yani bu tertip vacip. Kim ki bu tertipni aldı ilgili kim kısalsa da ne kılış gerek bir adam şeytan taş yetiştim burun ne kısalsa çeşitli çütüp salsa yoki mal boğazlap salsa yoki mal boğazlaştım burun çeşitli çütüp salsa bir koy kan ketidi. Anladın mı? Ayet çıkındı mı deyse bunu etsin manisi la harac degan la isim. Günah yok degan bunu. Günah yok degandin sizga pidya ketmaydi degan bo'lmaydi o. Deydi. Onun için yeni bir sebebi bu tunca hacıydı şu vaktdeki. Peygamber Sallallahu bir kıdım çıkan ama bir kıdım kılıngan hacı olgandan keyin u bir kıdım hacda adamla hata kılsa hem özürüz var. Hemmesi özürüz var. Ama kaydı tekrarlanıp olgandan keyin cevap vermeden bilip olgandan keyin hem de özür kabul kılınmaydı. Yemeydi. Bunun bildiğin cevaplamış. Endi demek bugünkü dersimiz şekli olsun. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.